G'ilbindi yoki yupqa ham shirinlik ham taom o'rnida ketadigan yegulik hisoblanadi. Tayyorlashni boshladik. Gazga qozonni qo'yamiz. Uning ichiga esa sutni elakchadan o'tkazib solamiz va ustidan 1 piyoladan kamroq bo'lgan unni solamiz. Uni tugur-tugur bo'lmasligi uchun yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyorlayotgan narsamiz bu atala deb ataladi. Atalani shunday yaxshilab aralashtirib turamiz, tagi yopishib qolmasligi uchun va uninga 1 piyoladay shakar solamiz. Tabga ko'ra shakari solinadi. Yaxshilab aralashtirib turiladi. Mana shunday quyuq holatga kelguncha aralashtirib turamiz. Atalamiz shunaqa quyuq holatga kelganda tayyor bo'ladi. G'ilbindini xamirini men tayyorini sotib oldim. Buni xamirini topolmasangiz lavash xamiridan ham qilsa bo'ladi. G'ilbindimizni xamiriga atalani shunaqa qilib surtib olamiz. Yarmigacha surtiladi va xamirni mana shunaqa qilib yopib chetga olib qo'yamiz. Har bir xamirga shunaqa takrorlanib surtiladi. Endi esa gazga tovani qo'yamiz va damashniy saryog'ni solamiz. Damashniy saryog'dan qilinsa juda ham mazali chiqadi. Endi esa g'ilbindlarimizni bir tomonini faqat yog'lab olamiz va ustma-ust qo'yib shunaqa qilib taxlab olamiz. Bir tomonni yog'lasa, o'zi ikkinchi tomoniga taxlanganda uni yog'i bunga o'tadi. Yog'lash ham tabiiysiga qarab yog'lanadi. Xohlasangiz ko'proq qilib yog'laysiz yoki bo'lmasa kamroq. Mana shunaqa mazali bo'lgan g'ilbindilarimiz tayyor bo'ldi. Mazasiga gap yo'q, juda ham ajoyib. Buni tayyorlab ko'rsangiz hech ham afsuslanmaysiz. Yoqimli ishtaha.